Manzura opa, 2 marta homilam kichkina srokda ketma-ket yuragi to'xtab qoldi. Bunga sabab nima? Judayam ayollarimiz tomonidan ko'p beriladigan savollar. Ko'p ayollar keladi, 9 haftalikda tushganimda yuragi bor edi, 12 hafta, 13 haftaga o'tib borsam, urishdan to'xtagan yoki 5-6 haftada yurak urishini tekshirdim, 8-9 haftaga borib o'ziga borsam, yurak urishi yo'q. Shu kabi savollar juda ko'p keladi. Bunday savollarda asosan sabab ayol tomonidan va erkak tomonidan sabablarga bo'lamiz. Erkak tomonidan asosan o'sha nosog'lom bo'lgan, shamollashga uchragan sperma urug'lantirishi oqibatida homilamiz uzoq vaqtgacha yashay olmaydi va homiladorlik davom etmaydi. Ayol tomonidan esa infeksiyalar, shamollash oqibatida, onani qoni quyuqligi oqibatida bunda bolaga yaxshi kislorod yetib bormaydi. Hamda uchinchisi qalqonsimon bez kasalliklari oqibatida bola o'sishdan to'xtaydi. Shuning uchun ham siz homilador bo'lmoqchimisiz? 3 oy oldin rejalashtiring va shifokor nazoratida bo'ling. Homiladorligingizni 9 oy shifokoringizga topshiring. Inshaalloh sizda sog'lom homiladorlikka erishiladi.